Yo'l chekkasidan yuravering yana, chapga yo'q. Malladde, zo'r chiqdi. Birinchi o'rinda remen dinani o'quvchi o'ziga moslab olish kerak birinchi o'rinda. Qanday tartibda bo'ladi bu? Tartibi. Oyoqlar bemalol tepdeynaga bosilishi kerak. Bosingchi tepdeynani. Oxirigacha bosing. Qayerda bosiladi? Oyoqning uchida bosiladi. O'rtada bosilmaydi. Har doim. Xuddi ana shu tempda bosiladi. Oyoq yerdan uzilmaydi keyin. Tepdeynani qo'yib yuborayotganda. Keyin ustini ko'tarib, ayoq uchun ko'tarib, ko'tarib bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin o'tirganda dinani boslashda mana shunday o'tirilmaydi. Mana bu shaklda o'tiriladi. Mana bu shaklda o'tirilib bo'ldi, bemalol burish kerak. Mana shaklda bo'lsa qana burasi bo'ldi. Bunaqa qilib burish eng katta xato hisoblanadi. O'zingiz xohlab bak o'ylab mosladingiz o'zingizga, boshdan shu tartibda ketib, keyin ag'cha olib ketaveradi. Yurgizish. Yurgizamiz. Endi keyingi vazifa. Xo'p, to'g'ri. Keyingi vazifa albatta bakoviga qarash. Keyin chapga yoqish, atak to'g'ri harakatlanadi. Yo'l chekkasidan yuravering yana, chapga yoq. Malladde, yo'l chiqdi. Tepdena, sirasi yurgizamiz. Bir yuramiz. Endi mana bu xatoni qilmaslik uchun nima qilish kerak? Nimaga e'tibor berish kerak? Tepdenani bilan ishlashga e'tibor berish kerak. Bular ikkinchi, uchinchi sportdagi kabi qo'yib yuborilmaydi. Lekin ko'tariladi. Aha. Gazga qo'yib oling ayog'ingni. Bitta qo'yadi, deb qo'ying. Lekin ko'taring. Aha, yana jicha. Hop, yaxshi. To'xtating yana boshqatdan. Videoga tushib qoladi, nima bo'larganda? Bir ko'ring. Bir yo'ldin, tepdena tekin ko'taramiz. Aha, tekin birinchi olib qo'ying deganim yo'q, sizga to'g'rimi? Yurishni boshladi, o'sha joyda to'xtating, qo'yib yuborishdi. Ketdik. Aha, yana jicha qo'yib yuboring. Yana jicha. Hazramat oyog'ingiz. Bo'ldi mana mashinasi kerak, xolos bizga. Endi mana stop turibdi, svetofor, o'choq qo'yib yuboramiz. Mana endi stopga amal qilishimiz kerak bu joyda. Stop liniyasida to'xtab, keyin harakatni boshqatdan boshlaymiz. Davay. Yuring, lekin tepdena olavering. Bo'ldi, tepdena tormi. Mashina bo'lsa bo'lmasa deydi-ku, mana shu joyda amal qiladi mana. To'xtadik, to'liq harakat holatda endi yuramiz. To'g'rimi? Ketdik, aha. Ketdik. Biz to'xtagan, hamma to'xtab oldi, ketdik. Mana o'ngga chapga qarardik, ketdik. Yo'q, mashina ikkiga qo'ying. Svetofor ishlab turgan paytda shu holatda nima bo'lardi? Amal qilardik. Svetofor ishlab turgan paytda svetoforga amal qilardi. Svetoforga.